Assalomu alaykum barchalarga bizni kuzatayotgan ashaddiy muxlislarimiz va endi kuzatishni boshlaganlar. Bizga obuna bo'lib qo'ying, podpisatsiya bosib qo'ying va like bilan siylab qo'ying. Bu yangilikni sizlar bilan baham ko'rmasam bo'lmaydi, chunki bu ajoyib yangilik ichimga sig'madi. Xorazm viloyati Yangibozor tumanimizda zo'r o'quv markazi ochilibdi. Matematika, farmatsevtika, ingliz tili, asosiysi hamshiralik 3 oylik kurs. Yana hayron qolgan joyim 3 oyda 3 yillik diplomni olasizlar desam ishonasizlarmi? Men ham bunga ishonmadim. Va buni o'z ko'zim bilan sizlar bilan birgalikda kuzatishni xohladim. Intervyu olish uchun Hilol opaga murojaat qildim va intervyu olishga rozi bo'ldilar. Siz bizni kuzatishda davom eting. O'z fikringizni kommentariyaga bildirib qo'ying va raqamlarimizni, Hilol opani raqamlarini mana shu videomizni tagiga joylab qo'yaman. Agar o'quv markaziga borishni xohlaganlar bo'lsa, bemalol Hilol opani o'ziga murojaat qilib boraverasizlar. Fayz jamoasi nomidan keldik desanglar, darrov qabul qiladi. Xudo xolasa, agar bu gap rost bo'lsa, 3 yil diplom olmay qiynalgan opajonlarimizga, singillarimizga juda zo'r bo'ladi. 3 oyda olish mumkin ekan va 18 yoshdan pastiga faqat sertifikat berilar ekan. 18 yoshdan tepadagi opajonlarimiz, singillarimiz uchun esa diplom olish imkoniyati. Yana diplom olgandan keyin ishlash ham mumkin ekan. Men bu gaplarga aniqlik kiritish maqsadida Xudo xolasa olgan intervyuimni ham bemalol YouTube'imizga ham, Instagram'imizga ham, Telegram kanalimizga ham joylab qo'yaman. O'zinglarni fikringlarni bildirib qo'yasizlar, kommentariya yozinglar, like bosishni unutmanglar. Bizning yangiliklar, mana shunday chiroyli, ajoyib yangiliklar Xudo xolasa juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun hammadan birinchi ko'rmoqchi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Aziz bizni kuzatuvchilarimiz va endi kuzatayotganlar, sizlarga bir yangilikni aytib o'taman. Mana shu Gurung kafesini ichida chiroyli bir o'quv markazi ochilibdi. Hamshiralik, yoshlar uchun matematika, ingliz tili kurslari ochilibdi. Bu kurslarda yoshlarimiz 16 yoshdan tepalar uchun diplomlar, 16 yoshdan pastlar uchun sertifikatlar berilar ekan. Hamshiralikga o'qish uchun 3 yil emas, endi bizga 3 oy yetar ekan. Buni sizlarga tanishtirib o'taman videomiz davomida. Undan oldin joylashgan manzilni ko'rsatib o'taman. Bu yoqda Agrobank, bu yoqda Alibaba kafesi. Shundan sal o'tganingizdan keyin Gurung kafe, bu yog'imizda mana katta yo'lga chiqadigan yo'l. Mana bemalol kelaverasizlar. Banklardan sal o'tganingizdan keyin o'zi mana yozib qo'ygan katta qilib Gurung kafe deb. Shuni ichida o'quv markaz. O'quv markaziga kelganinglarda Hilol opa sizlarni kutib oladi. Juda ham zo'r ekan. Bu narsa bilan sizni video davomida tanishtirib o'taman va meni o'zim ham shu yerga yozildim. Ishonch hosil qilish uchun, chunki siz kuzatuvchilarimga yolg'onchi chiqishni yomon ko'raman. Fayz jamoasi ijodkorlari barchangizni yaxshi ko'radi. Assalomu alaykum Hilol opa. Mana shunday chiroyli o'quv markazi borligini eshitdik. Shuni bizga to'liqroq guruhimiz va mana shunday YouTube'dagi bizni ashaddiy muxlislarimizga chiroyli tarzda tanishtirib o'tishingizni iltimos qilamiz. Buni tartib qoidasi qanaqa bo'ladi? Bizlar o'quvchi bilan shartnoma tuziladi, avvalambor. Shartnomada 2 tomonlama bo'ladi. Ya'ni siz bilan men o'qishimiz 3 oy o'qish bo'ladi. 2 oy bizda o'qiydi.
ta'lim oladi, ukol, hamma inyeksiya qilish hammasini o'rganadi. Bir oy praktikada yurishadi, amaliyotda. Ya'ni xohlagan yeriga borsa bo'ladi. Bizlar yo'llanma qog'oz beriladi. Keyin yana bir narsani eshitdim. 18 yosh, 16 yoshdan tepasiga diplom berilar ekan. Diplom beriladi. Ko'rsak bo'ladimi diplomni? Ha, bemalol. 18 yoshdan balandiga diplom beriladi. Mana 18 yoshgacha sertifikatimiz beriladi. bu diplom bilan ishga kirsa bo'ladimi? Ha, bemalol bo'ladi. Endi biz bilan narxlarini aytib o'tsangiz. Hamshirachilik nemizniki, hamshirachilikniki 440 mingdan oyiga 175 ming so'm, отдельный 2 oyni ukol dorisi, ya'ni kitoblari, bu kitoblarda hamma narsa berilgan, tabiiy birinchi yordamlar. Katta kitobimiz ham bor. Mana. Bunda odamning hamma organlari, mana plyusi, tomirlari, yurak sistema hammasi, mana давление hammasi ko'rsatiladi bunda. Mana inyeksiya qilish tartiblari. Mana. Shu kitoblarimiz beriladi. 175 ming so'm, ya'ni o'qish puldan tashqari bo'ladi. O'quvchilaringiz o'rganayotgan paytda amaliyotda shu yerda ham qo'llasa bo'ladimi? Ha, bemalol bo'ladi. Necha kundan beri boshladingiz bu ta'limni? Bu yanvar oyida boshladik biz. Hozir 3-guruhim ham to'ldi. Endi ularga ham o'qish boshlayapmiz. Yana ko'proq o'quvchilarni ko'paytirib, guruhni ko'paytirish niyatingiz bormi? Yana ingliz tili, matematika. Ular ham bor. Ya'ni ingliz tili, matematika, mental arifmetika bular 6 yoshdan qabul boshlanadi. 6 yoshdan 6-sinfgacha 200 ming so'm, 6-sinfdan 9-sinfgacha 250 ming so'mdan. Undan balandda 300 ming so'm. Soat nechidan nechigacha qabul bo'ladi? Hamshirachilikniki, ya'ni mening o'zim soat 9 dan 5 gacha shu yerda o'tiraman. Xohlagan paytda kelib qabulga yozilsa bo'ladi. Darslarimiz haftada 3 kun bo'ladi, 2 soatdan. U o'quvchining sharoitiga to'g'ri kelishiga qarab. Ertalabki, obeddan keyingi. Ertalabki vaqtimiz 9 dan 11 gacha bo'ladi. Obeddan keyin 2 dan 4 gacha bo'ladi. Mana shu qizlarni marhamat yaqinroqdan ko'rsatasiz. Bu qizlar bilan ham ozgina suhbat olib boramiz. O'qish davomida ko'proq nimalarni o'rgandingiz? O'qish davomida o'quvlarni urishdi, bir-birini qo'shishdi, nolg'on mumkin, qo'shishni bilmasligini, keyin birinchi tibbiy yordam ko'rsatishdi. Bemorga birinchi tibbiy yordam. Oldin bilarmidingiz bu soha bo'yicha ozgina bo'lsa ham? Hozir bilib oldingiz. Demak, yaxshi ta'lim beryapti. Bizni mana shunday chiroyli kurslar ochilgandan biz Yangi bozorda yaqinda xabar topdik. Mana shunday chiroyli kurslar ochilishiga sizlar ham o'zingizlarning hissinglarni qo'shib, like bilan podpiska bosib qo'yasizlar. Hozir manzilli va mana shunday chiroyli Hilol opamizni nomerlarini mana shu kommentariyaga bildirib qo'yaman va bizni yana kuzatishda davom eting. Mana shunday o'quv kurslariga a'zo bo'linglar. Yana bir narsani aytib o'taman, 3 yil emas, 3 oy o'qish. Yana diplom. Bu narsaga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Yana 3 oyda shunchalik ta'lim o'rganish oson emas. Meni o'zim hali misol uchun hech narsani bilmayman. Qanaqa dori, nima qilish kerak? Men o'zim ham yozildim. Xudo xolasa o'qishda sizlar bilan birgalikda davom ettiramiz degan umiddaman. Kelasizlar, kutamiz.